Kompyuter so'zi Sezar shifri yordamida shifrlandi. Lotin alifbosida kalit so'zmi? K teng 4. Shifrlangan so'zni aniqlang deyapti. Kompyuter so'zidagi har bir harfni o'zidan keyingi to'rtta keyingi o'rinda turgan harf bilan almashtirib olamiz. S harfi birinchi. Bundan 4 ta sanaymiz. 1, 2, 3, 4. G. Keyin O harfi. 1, 2, 3, 4. S. M harfi. 1, 2, 3, 4. Q. P harfi ekan. P'dan boshlasak 1, 2, 3, 4. T. Keyingisi O harfi. 1, 2, 3, 4. Y. T harfi. T'dan boshlab sanasak 1, 2, 3, 4. X. Keyingisi E harfi. E'dan 1, 2, 3, 4. Keyingisi R harfi. R. 1, 2, 3, 4. Shifrlangan matnimiz tayyor bo'ldi. Bu demak A javobga to'g'ri kelar ekan. Endi buni yana ham tezroq javobini topish usuli variantlarga qarasak, hammasining boshi bir xil kelgan ekan. Bir xillarini tashlab, faqat shu farq qiladigan harfni ko'rsak yoki orqadan kelsak ham bo'ladi. Orqadan kelsak ham 3 qadamda aniq bo'ladi qaysi javobligi. Keyingi shifrlash usulimiz Vigener Classic Symmetric shifrlash usuli yordamida shifrlangan so'zni toping. Bunda ham lotin alifbosi berilgan. Asl matn salom, kalit so'z omad. Demak, salom so'zini omad kalit so'zi yordamida Vigener usulida shifrlashimiz kerak ekan. Vigener shifrlash usulining formulasi bor ekan. Ya'ni shifrlanayotgan belgini hosil qilish uchun asl matndagi belgi bilan kalit so'zdagi belgini ikkalasini tartib raqamini qo'shib 26 ga bo'lib qoldig'ini olishimiz kerak. Ya'ni S harfi, asl matndagi S harfi 18 ga teng ekan. 18. Keyin A harfi 0 ga teng. L harfi 11 ga teng ekan. O harfi 14 ga. M harfi 12 ga teng. Jadval qilib yozishimiz kerak edi. Jadval qilib olaylik. Dash bitmasligi uchun. Endi kalit so'zdagi belgilarni tartib raqamini qo'yamiz. O 14 ga teng.
14. M harfi 12'ga, 2'ga, A harfi 0'ga, T harfi 3'ga teng. Endi kalit so'zdagi belgilar tugab qolsa yana boshidan yozamiz, ya'ni Oning raqamini qo'yamiz. Endi bularni qo'shib 26 ga bo'lib qoldig'ini yozamiz. 18 ga 14 qo'shsak 22, 32. 32 ni 26 ga bo'lib qoldig'ini olsak 6. 12. 12 ni 26 ga bo'lsak qoldig'i yana o'zi 12 ni beradi. Ham 11. 26 ga bo'lib qoldig'ini olsak 11. 17. 17 ning o'zi. Ikkalasini qo'shsak 26. 26 ni 26 ga bo'lsak qoldi 0. Endi bu raqamlarga mos tepadagi alifbodan belgilarni qo'yib chiqamiz. Demak, 6 ga 2, 12 ga M, 11 ga L, 17 ga R, 0 ga A. G, M, L, R, A. A variantimiz. A variant to'g'ri ekan.